Assalomu alaykum, qadrdonlar, hurmatli youtuberlar. Bu videomizni YouTube'ga olyapmiz. Iyul 2026-iyul 7-iyul kuni xudo xolasa videomizni joylayapmiz akalarim. Xo'p, to'liq xarakteristikasi nimalarimiz bor, nimalarimiz kelgan, nimalarimiz bonusda akalar tushuntirib boramiz. To'liq obzor. Videoni boshida aytib o'taman, bitta like, bitta o'zingiz fikringizni obuna tugmasini bosib, o'zingiz fikringizni bildirib qo'ying akalarim. Men videoni boshlayman akalar. Bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, akalar, kvadrotsiklimiz full bo'ladi. Oldi chotlari ham keng bo'ladi akalar. Bu oldi tortmaydigandan nima farqi bo'ladi desalaring, oldi tortmaydigandan kengroq bo'ladi akalar. Xo'p, 5 tonnalik lebyokalarimiz bor. Oldilar jitkizli bo'ladi, oldi ham tortadi. 4x4 bo'ladi akalarim. Xo'p, orqasiga keladigan bo'lsak, cho'loqlar o'ta baquvvatidan, silindrlari 2 talik. Ramalari ham o'ta baquvvatidan akalar. Xo'p. Xohlagan paytlaring oldini uzib, arqani uzib harakatlansalaring bo'ladi akalar. Xo'p, bunimiz yuziga 8 ta, 7 ta atrofida benzin rasxod qiladi akalar. 250 litali yapon motor bo'ladi. Karburatori ham yaponskiy bo'ladi akalar. Ko'tarish sistemasi elektronli bo'ladi. E'tibor berib qo'yasizlar. Ballonlari katta, originalidan bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabkilarimiz tekin bo'ladi, boshqa joylarga kelishilgan holda bo'ladi akalar. Ko'rinishiga e'tibor berib qo'yasizlar. Kimga yoqqan bo'lsa bitta like ham bosib qo'yasizlar akalar. Narximiz $3750. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz tekin bo'ladi akalarim. Xo'p, keyingi modelimizga o'tamiz. Keyingi modelimiz 3,5 tonnalik kashelot modeli. Xo'p, 300 talik yapon motor, oldi stabilizatorlari mo'q ko'rinishda ko'rgansizlar, lekin ko'rmaganlarga yana bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu smaskali bo'ladi akalar. Xo'p, 300 talik yapon motor bo'ladi akalar. 260 ga 145 ligidan. Eng katta modellarimizda hozir shu bo'lib turibdi. Silindrlari ham o'ta baquvvatidan qo'yilgan bo'ladi akalar. Xo'p, zapaska ballonlari bor. Bu tokli bo'lmaydi, enshali bo'ladi, kardanli bo'ladi. Xudo xolasa juda ham moshinasidan bo'ladi akalar. Xo'p, suv bachogimiz baqa ko'chgan. Nariyoq tarafga qo'l yuvishga, tahorat qilishga sovuq bachoglar qo'yib qo'yilgan. Bu tarafga kranlarini ham o'rnatib qo'yilgan. Yana nimalarimiz bor akalar? Tablolarimiz o'zgargan, qo'shimcha mikrofon, sheral jo'rayib eshitishga. Akalar, vodiy bo'ylab dastlabkamiz tekin bo'ladi. $2950 bonusiga hamma modellarimga ko'rsatib turgan. Polni bak benzin bonus bo'ladi akalar. $2950 vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin. Xo'p, akalar, kvadrotsiklda orqasi tortadi, 2 tonnalik sanasi bor bo'ladi. 250 talik bunda ham motor, faqat oldi tortmaydi. Oldi tortmaydi, nima farqi bor desalaring akalar, oldi ichi torroq bo'ladi. Oldi o'shkali bo'ladi akalar. 250 talik motor. Bunda panijini повышенияsi bor. Qolgan hamma ko'rinishi bir xil bo'ladi akalar. Bunda ham lebotkalari ham bor. Rasxodlari ham bir xil. Bunda ko'tarish sistemasi ham akalarim elektronli bo'ladi. Xo'p, narximiz $3350. Vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin bo'ladi akalar. Keyingi modelimizga o'tamiz akalarim. Xo'p, Zavadskoy Leon pake, ya'ni Leon Zavadskoy kabinali modelimizdan bor akalar. Oldi ko'rinishlarga e'tibor berib qo'yasizlar. 2 talik motor. Yaponskiy motor bo'ladi akalarim. Yapon motor, oldidan tablolariga e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Zavadskoy kabinali bo'ladi. 2 metrga 1.45 bo'ladi. Yakka balon bo'ladi akalar. Maksimum 3 litrdan 5 litr, 6 litrgacha rasxod qiladi 2 talik motorimiz. Xo'p, akalar, narxi 2200, vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin. O'zbekiston bo'ylab yetkazdirib beramiz. Dastlabkamiz bor xudo xolasa. Kelishilgan holda bo'lyapti akalar. Xo'p, akalar, 1 tonnalik modellarimizdan bor. 1 tonnalik modellarimizda suvligi bor, suvsizi bor, 9 kiloligi bor. Suvligidan boshlaymiz. Suvligi akalar 150 kubali yapon motor. Mana antifriz nimalari, radiatorlari, antifriz bachoklari, xudo xolasa ventilyatorlari bor, o'zini o'zi sovutib yuradi. 150 talik yapon motor bo'ladi. Bitta ochib ko'rsataman akalar. Mana akalar. Yaponskiy motor bo'ladi, Zonshin bo'ladi akalar. Xo'p, narxi $1650. Vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin bo'ladi. Bunga ham Ponnebak benzinlarimiz amal qiladi akalar. Xo'p, Leopard 2 modelimiz. Bu yangi model, yog'li model bo'ladi akalar.
ko'rinishlarga e'tibor berib qo'yasizlar. Yog' bilan sovitiladi. Unga nisbatan yog' ko'proq ketadi, lekin moshina bo'ladi. Endi buni plyus minuslari nima desalaring, buni plyusida suvlik. Har joyda antivirus nima bo'lib qolsa, suv ham quyib ketaveradi. Buni minusi nima desalaring, buni minusi suvlik emasligida. Buni minusi yog' bundan jicha ko'proq ketadi. Lekin ikkalasining hadovoy chasti ham, motori ham bir xil. Bunda yog' ko'proq ketadi, o'zini o'zi sovutib yuradi. Radiator teshildi, boshqa degan narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa bunga jicha ko'proq yog' ketadi. Akalar, bunimizning narxi $1550. Vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin bo'ladi. Bunga ham polniy bak benzinlarimiz amal qiladi akalar. Leopard 2 model, lekin hadovoy chastlari juda ham moshina model bo'ladi. Akalar, pastga qoldirib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar bemalol. Top 900 kilolik modelimiz bor. Akalar, 900 kilolik pol avtomat bo'ladi. 130 talik yapon motor bo'ladi. 130 talik bo'ladi. Xo'p, akalarim 1.8 litr benzin rasxod qiladi. Radiatorli avtomatik pol avtomatik korobka bo'ladi. Xo'p, skolka turgan holatda ham yurmaydi, faqat gaz bosganda yuradi. Aka, bilganlar kommentariyga biz bilamiz, minganmiz deb yozib ketinglar. Oldindan rahmat. Bitta like tugmasini ham bosib qo'yinglar jigarlar. Xo'p, akalarim 2 tonnalik ko'k modeli, 2 tonnalik Leon modelimizda 2 talik motor. Xo'p, samasval emas akalarim, samasval emas, bartavoyi. Xudo xolasa akalar, narxi $1950. Vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin, polniy bak benzin bonusga bo'ladi akalar. Zapaska balonlari bor bo'ladi buni. Xo'p, bunimizning narxini aytib o'tib ketmabmiz akalarim. $1450 vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin. $1950 vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin. Keyingi modellarga o'tamiz akalar. Sizlar ko'p turishdi. Xohlamayapman, tezda gapiryapman. Tezroq videoni oxirigacha narxlari bilan tanishtirib o'tsam, hammaga manfaatli bo'ladi. Xo'p, $1150 vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin bo'ladi. Full bo'ladi. Zapaska balon, damkrat balon kulishlari bor. 1800 mega motor, 668 lik akkumulyator. Eng fulli bo'ladi akalar. E'tibor berib qo'yasizlar. Orqa ko'rinishlariga kapalaklari ham bor, oldi dizaynlari ham chiroyli qilib ishlangan. Old tormozlari yetkizli bo'ladi akalarim. $1150 vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin. Ha, kichkintoyimiz bor, $750. 32 amperlikdan 5 ta bo'ladi. Dastlabki yo'q. Shetdan kichikda. Dastlabki xibet desalarning ichiga qo'shilib qoladi akalar. Xo'p, kichkintoylarimizdan bor. 130 talikdan buni aytib o'tdik va ikkalasini Leopard ham aytdik. Poniylarimiz bor. Xo'p, poni 130 km yurib beradi zapas qotlari. Buni ko'rgansizlar, ko'rmaganlar uchun yana bitta ko'rsatib o'tamiz. 4 kishilik bo'ladi. To'liq zaryad bilan 130 km yurib beradi. Salonlariga e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Xo'p, original lition akkumulyatorli bo'ladi. Xo'p, $2100 dan vodiy bo'ylab dastlabkamiz tekin akalar. Xo'p, 2 tonnaliklarimizda ko'rsatib o'tdim. Voyennisi orqada chorma model. Voyenniy bartavoy $1950 vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin akalar. Xo'p, chorma modelimiz bor akalar. Xo'p, 2 talik motor 220 ga bo'ladi bu. Uzunroq bo'ladi nisbatan, unga nisbatan bu uzunroq bo'ladi akalar. Xo'p, 220 ga 1.45, balandligi 90 cm bo'ladi akalar. Ikkita molni bemalol olib ketsa bo'ladi akalar. Juda ham moshni, juda ham baquvvat qilib ishlangan. Narxi $2200 vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin bo'ladi. Bunga ham polniy bak benzin amal qiladi akalar. Xo'p, keyingi modelga o'tamiz. Original tokli so'raganlarga original tokligimiz bor. 1.5 tonnalik bo'ladi. 2200 watt miya motor bo'ladi originalidan akalar. Juda ham katta bahaybat motor. Xo'p, pol kabina bo'ladi. Old dizaynlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli, juda ham moshni qilib ishlangan. Akalar, benzinlikda qanaqa turgan bo'lsa 5 talik palavosli bo'ladi. Akalar, e'tibor berib qo'yinglar, juda ham sifatli narsa. Narxi $1800, vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin bo'ladi akalar. Chiroyli qilib nima qilib yetkazdirib beramiz, ehtiyot qilib yetkazdirib beramiz akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Akalar, 1.5 tonnalik larimiz bor, 1.5 tonnalilarimiz bor. Xo'p, 1.5 tonnalik 2 talik motor bo'ladi. Rasxoti 3 litr, 4 litr, 5 litrgacha maksimum rasxot qiladi akalar. $1850 vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin. Bunimiz qanaqa model desalaring, bunimiz old tomondan o'tib ko'rsataman akalarim. Bunimiz 1 tonnalik modelimiz Leopard. Kimga kerak bo'lsa buni videoni boshida ko'rsatib o'tdik. Yetkazdirib beramiz. $1650 bo'ladi. Xo'p, kabinalik, velosiped rollik, ya'ni mototsikl rollik
kabinaligimiz bor. Narxi $1250. Vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin bo'ladi akalar. Yetkazdirib berishimiz bo'ladi akalar. Xo'p, bizda skuterlarimiz bor, har xil rasvetkada. Ko'rasizlar. Eng kichkinasidan tortib kattasigacha katta motorlik 5 talik, 4 talik hamma nimalardan bor. Alinglar hoji modelllarimizni olib kelib qo'yganmiz. Turist deymiz, ya'ni hop. Narxini $650 dan qilib beramiz. Chetdan olib ketasizlar. Dastlabkasini keyin kelishilgan holda chiqarib beramiz akalar. Hop, biz do'konni manzilini so'raganlar bor. Juda ham ko'pchilik qayerda joylashgan akalar. Bizning manzilimiz original deyman. Ofitsialniy zavod showrumi bo'ladi. Alp Motors Bodo zavodda ofitsialniy showrum bo'ladi. Hop, bizda qayerdan tushuntirsam ekan sizlarga. Hop. Bu yoq tomon Qo'qondan kelish Farg'ona yo'nalishi, bu tomon Farg'onaga ketish bo'ladi. Hop. Uchko'prik avtostansiya deyiladi. Uchko'prik avtostansiyasidan где-то 4 kilometrda joylashganmiz akalar. 4 kilometrda. Mana shu joyda joylashganmiz. Qo'qon bu neytral zona. Uchko'prikka ham qaraydi, Qo'qonga ham qaraydi. Ko'pchilik nima qiladi? O'shaning uchun telefon qilganlaringda biz tushuntirib lokatsiyasini tashlab beramiz akalar. Ikkita bir-biriga qarama-qarshi qilib, chiroyli qilib qo'yib qo'yganmiz akalar. 3,5 tonnali modelimizdan. Buni aytib o'tdik. Kimga kerak bo'lsa yetkazdirib beramiz narxi. $2950 vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin bo'ladi akalar. Keyin bizda yangilik akalar. Kabinalarimiz kelgan, Zavaskoy, qizil ko'k kabinalarimiz kelgan. Har qaysi modalga tushadi akalarim. O'zini hamma narsasi bor, shunday beramiz, qo'yib qolasizlar. Narxi $200. Qizil ko'k nimasi bor. Keyin akalarim, Alp Motorsga tegishli qanaqadir ehtiyot qismlar, qanaqadir silindrlar yoki bartavoy bo'lsa, samosval qilmoqchi bo'lsalaring, aloqaga chiqsalaring, luboy narsasini qanday ehtiyot qismda yetkazdirib beramiz akalar. Pastda nomer qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqa olasizlar jigarlar. Hammaga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bo'lib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa oldinda yangiliklar kutib turibdi. Yangi bonuslar, yangilik narxlarni qo'yib boramiz akalar. Hammaga rahmat.